Assalomu alaykum. Bugun doktor Xurshid akamizning, reabilitolog akamizning ayollar jamoasi bilan birgamiz. Bugun hamma o'sha muolajalar qanaqa bo'ladi, ayollar uchun ayollar jamoasi qanaqa ishlayotganini hammasini ko'rsatib beramiz. Ketdik. Bular bilan ikkinchi kursni boshlaganmiz. Birinchi kursimiz tugab, ikkinchisiga o'tdik. Birinchi muolajamiz, birinchi bosqichimiz fizioterapiya. İkinci bosqichimiz massaj jarayoni. Bo'g'imlar bular. Uchinchi bosqich LFK mashqlari. Yaxshimi ancha xola? Yelkalaringiz? Xudoga shukr. Yaxshi yoshlar. Qo'llaringiz ko'tarilmasdi boshida. Yelka. Ostida. Xudoga shukr oz yaxshi. Bugungi muolajamiz tugadi. Bir kundan keyin yana ko'rishamiz inshaalloh. Bu xolam turmanglar. Shuning uchun bularni ozgina o'tkazib boramiz. Işte bu o'rganishlari uchun bellarda grijalari borligi hisobiga. Grijaga ideal tushib oladi. Shuning uchun ikkita oyog'im qo'limda. Bunda insult bo'lmagan unaqa. Shuning uchun shu holatda ozgina o'tkazib boramiz. Shu yillar davomida nerv shamollashi deb qilishdi. Shifoli bo'lsin xola. Yaxshi yoting.